qindan badbo'y hid kelishi bu bachadon bo'yni saratonining belgisi bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Azizlarim, mana juda ham ko'p internet sahifalarida ko'ryapman. Mana qindan hidli shamollash bo'lsa, mana shu tamponlarni qo'ying yoki iltimos qinimdan sassiq hidli narsa kelyapti, lecheniya yozib bering. Yo'q azizlarim, albatta siz ginekologga borishingiz kerak. Chunki bu yallig'lanish bo'lishi mumkin, bakvagenoz bo'lishi mumkin, hattoki qinda bironta tampon qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki bachadon bo'yni saratonining belgisi bo'lishi mumkin. Ayniqsa oxirgi darajalarda shunaqa badbo'y hid keladi. Shuning uchun azizlarim, o'z vaqtida ginekolog ko'rigidan albatta o'ting. Shart emas pullik konsultatsiyalarga borish. O'zingiz yashash joyingizda, poliklinikada 1 yilda 1 marta bepul profilaktik ko'riklar o'tkaziladi. O'shanga borishni unutmang. Oliy toifali akusher ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna o'zingiz seving azizlarim.